Bugungi kunda qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va hosildorlikni ko'paytirish zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishni talab etmoqda. Ayniqsa raqamli yechimlar va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ana shunday innovatsion vositalardan biri agrodronlar hisoblanadi. Agrodronlar yordamida dalalarni tezkor monitoring qilish, o'simliklarning rivojlanish holatini tahlil qilish, mineral o'g'itlar va himoya vositalarini aniq me'yorlarda qo'llash imkoniyati yaratiladi. Natijada vaqt va yoqilg'i sarfi kamayadi. Agrotexnik tadbirlar samaradorligi esa sezilarli darajada oshadi. Ana shunday zamonaviy yondashuvlarni joriy etish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi hamda Jahon banki ko'magida Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan 100 ta zamonaviy uchuvchisiz uchish apparatlari, ya'ni dronlar mamlakatimizga olib kelindi. 很高兴这次来到乌兹别克斯坦。 Men O'zbekistonga kelganimda va bu yerda o'quvchilar hamda dron texnologiyasini o'rganayotgan talabalar bilan o'z tajriba va bilimlarimizni baham ko'rayotganimdan juda xursandman. Bizning o'quv dasturimiz bir nechta bo'limlardan iborat bo'lib, darslar nazariy va amaliy yo'nalishda olib boriladi. Qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan dron texnologiyasi ko'plab sohalar uchun yangi yo'nalish hisoblanadi. Shu sababli darslarni eng avvalo bazaviy nazariy bilimlardan boshladik. Nazariy qismda dronlarning uchish prinsiplari, tuzilishi hamda ularning ishlash mexanizmi haqida tushuntirib berilmoqda. Shuningdek, dronlarni boshqarishda foydalaniladigan dasturlar, ularni sozlash va ishlatish jarayonlari haqida ham batafsil ma'lumotlar berilmoqda. Chunki dronlarni boshqarish jarayoni asosan unga mos dasturiy ta'minot orqali amalga oshiriladi. Talabalar nazariy bilim va zarur ko'nikmalarni egallaganlaridan so'ng amaliy mashg'ulotlarga o'tamiz. Amaliy darslar ochiq maydonlarda, dala sharoitida tashkil etiladi. Bu jarayonlarda dronlarni qanday boshqarish, ularni to'g'ri uchirish va ishlatish usullari o'rgatiladi. Shuningdek, dron bilan ishlash jarayonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim jihatlar ham tushuntiriladi. Masalan, dronning ishlash jarayoni, boshqaruv tizimi, texnik ko'rikdan o'tkazish, profilaktika ishlari va zarur hollarda ta'mirlash jarayonlarida nimalarga e'tibor qaratish kerakligi haqida ham batafsil ma'lumotlar beriladi. Umuman olganda, bizning o'quv dasturimiz ana shu yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ishonamanki, talabalar ushbu texnologiyani chuqur o'rganib, uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar haqida keng bilimga ega bo'lishadi. Bu esa kelajakda qishloq xo'jaligi sohasida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Mazkur dronlarning 50 tasi qishloq xo'jaligi yerlarini va ekinlar holatini masofadan monitoring qilish uchun mo'ljallangan bo'lsa, yana 50 tasi ekinlarni oziqlantirish, kasallik va zararkunandalarga qarshi agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda foydalaniladi. Dronlarni yetkazib berish bo'yicha tuzilgan shartnoma doirasida xitoylik mutaxassislar tomonidan mahalliy mutaxassislarni o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yildi. O'quv jarayonlari nazariy va amaliy mashg'ulotlar shaklida tashkil etilib, yakunida tinglovchilarga maxsus sertifikatlar beriladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan hozirgi kunda dron xizmatlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, dalaga hech qanday ekinlarga ziyon yetkazmagan holda kimyoviy ishlov berish, oziqlantirish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish agrotexnik tadbirlarini o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mana Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi Uzayulloh institutiga 100 dona dronlar taqdim qilingan bo'lib, bu dronlar yordamida xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Hozirda ushbu loyiha doirasida o'quv amaliy ishlari tashkil qilindi. O'quv amaliy ishlari ikki xil bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda nazariy qismi hamda bugun hozir ko'rib turganingizdek dala mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonlari bilan tanishmoqdamiz. Bundan tashqari, hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha 300 ming gektarga yaqin maydonlarda Shinjon texnologiyasi asosida paxta yetishtirilmoqda. Albatta, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish, oziqlantirish ishlari hamda defoliatsiya, desikatsiya tadbirlarida dronlarning ahamiyati juda ham katta. Dronlardan foydalanganimizda hosildorlikni 15-20% gacha ko'tarilish holatlarini guvohi bo'lganmiz. Dastlabki bosqichda vazirlik tizimidagi UzDriver loyiha tashkiloti hamda uning hududiy bo'linmalaridan 30 nafar mutaxassis dronlarni boshqarish, yig'ish hamda texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallamoqda. Umuman olganda loyiha doirasida 100 nafar mutaxassis tayyorlash rejalashtirilgan.
Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi 130-son farmoniga muvofiq dron xizmatlaridan foydalanish jarayonlari ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Endilikda fermer va tadbirkorlar agroportal orqali ariza berish, shartnomalar tuzish hamda to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mutaxassislar fikricha, qishloq xo'jaligida dron texnologiyalarini keng joriy etish agrotexnik jarayonlarni modernizatsiya qilish, hosildorlikni oshirish va sohada raqamli transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qiladi.